Assalomu alaykum azizlar. Bugun 26-mart sanasi. Hammaga xayrli kech. Azizlar, ko'p vaqtdan beri she'r yozmay qo'ydik, chunki she'r joylashga vaqtimiz bo'lmay qoldi azizlar. Endi xudo xolasa sizlar uchun mana she'rlar tayyorladik. Xudo xolasa ona haqida. Bugungi she'rimiz ona haqida, chunki vayn onajonlarimiz kelib bizni xursand qilib ketdi. Azizlar, ona haqida yangi she'r. Ona bir tabassum qiling, qursin dilim g'amlari. Ona bir tabassum qiling, to'lsin hayot kamlari. Ona bir tabassum qiling, ketsin dunyo tashvishi. Ona bir tabassum qiling, to'xtaydi ig'vo mishmishi. Maqsadim bir onajon, to'lmasin ko'zingizga yosh. Kechiring ba'zi paytlar, og'ritsam qalbingiz men bebosh. Ona bir tabassum qiling, unutay g'am alamni. Ona bir tabassum qiling, tuzatay qalb yaramni. Ona siz tabassum qiling, yashayman duoyingizda. Ona siz tabassum qiling, suzay qalb daryoyingizda. Ona siz tabassum qiling, chiqmasin yoshlar yomg'iri. Ona siz tabassum qiling, jannat bo'lsin oxiri. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa 20 mingga yetib qolishligimizga ozgina qoldi. Jicha padishga bersalar 20 mingga ham yetamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.